Ani Hashimnika Yorobun bugun sizlar bilan topik imtihoni haqida gaplashamiz. Topik bu koreys tilini bilish darajasini aniqlab beradigan imtihon va uning natijasida olinadigan sertifikat. Topik imtihoni ikki turga bo'linadi. Topik 1 va topik 2. Ikkalasi ikki xil holatda olinadi. Biz asosan bugun topik 2 haqida gaplashamiz. Topik 1 haqida ham qisqa tushuntirish berib o'tib ketaman. Topik 1 va topik 2 ning asosiy farqlari: topik 1 asosan boshlang'ich elementar koreys tilini endi o'rganayotgan ishtiyoqmand yoshlar uchun yoki yoshlar emas, har qanday odamlar uchun chiqarilgan imtihon. Topik 2 esa aynan koreys tili bo'yicha ma'lum bir ko'nikmaga ega va uni yetarli darajada ish faoliyatida yoki o'qish faoliyatida foydalana olishini bildiradigan sertifikatlardan biri. Topik 1 baholash tizimi 1 va 2 ga bo'linadi. Topik 2 esa 3, 4, 5, 6. Ya'ni topik 1 oson darajani o'zi 1, 2 baho olish mumkin. Topik 2 da esa 3, 4, 5, 6 gacha daraja olish mumkin. Eng maksimumi 6, eng minimumi 3. Topik 1 da esa 1 dan 2 gacha aytganimdek. Asosiy farqlardan biri: topikda 1 da yozish bo'lmaydi, ya'ni SGI qismi yo'q. IELTS'ni biladiganlarga undan farqi: topikda speaking yoki maragi qismi ham yo'q. Hozir qo'shildi, lekin baholash tizimi alohida. Demak, o'zi topik 2 da 3 ta imtihon, 3 ta narsadan imtihon bo'ladi. Bular titki, SGI va ilki. Titki tinglash, SGI yozish, ilki o'qish. Aynan shu ketma-ketlikda imtihon amalga oshiriladi. Titkida 50 ta savol beriladi. Ya'ni audio ketadi, sizning qo'lingizda qog'oz turadi va audioni eshitgan holda qog'ozdan javob topishingiz kerak. 4 ta variant bo'ladi. Unda albatta ABC'da siz biron nima yozmaysiz, faqat belgilaysiz. IELTS'dan yana bitta farqi. IELTS deganimga ko'pchilik IELTS tayyorlangani uchun, menimcha osonroq tushunarli bo'lish uchun harakat qilyapman. SGI 4 ta savol bo'ladi. Shu grafiklar bo'yicha yozish, emailga javob yozish va o'zini fikr mulohazasini yozish. Ilki ham titkiga o'xshab 50 ta savol bo'ladi. Bunda audio qo'yilmaydi. Sizning qo'lingizga shunchaki qog'oz beriladi. Unda tekst, insholar bo'ladi va insho har xil o'qiydigan ma'lumotlarni o'qib, o'shalarni asosida javob topishingiz kerak bo'ladi. Bu ham ABC'da. Faqat ABC'da, ya'ni biron bir so'z yozish aynan shart emas. Har bir haqida keyingi videolarda juda ham chuqur holatda gaplashamiz. Bu bo'yicha juda ham zo'r ma'lumotlar tayyorlaganman. Hozir xo'p, topik 2 dagi 3 ta imtihonni ko'rdik. Topik 1 da aytganimdek SGI bo'lmaydi. Titki va ilki va osonroq savollar bo'ladi. Xo'p. Aynan titki va ilkida variantlar belgilaymiz, SGIda insho yozamiz. Endi ketma-ketligiga keladigan bo'lsak, xuddi shu ketma-ketlikda keladi. Titki bo'ladi. 60-50 daqiqalar davom etgandan keyin o'z audio tugaydi, titki ham tugaydi, ya'ni eshitish. Birdaniga SGI boshlanadi. Ya'ni yozasiz, undan keyin orada 5 minut, 10 minut tanaffus va ilki 50 ta savol. Xo'p, birinchi sessiyada men aytganimdek 60 daqiqa va SGIga 50 daqiqa berilyapti. Titki tugagandan keyin SGIga avtomat ravishda o'tib ketiladi. Bu fayl kerak bo'lsa albatta linkda qoldiraman, bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Yana qo'shimcha ma'lumotlar ham bor. Tanaffus olgandan keyin albatta ilki boshlanadi. Vaqtni boshqarish: birinchi sessiyada o'sha 60 daqiqa titkidan keyin 50 daqiqa SGI yoziladi va dam olish olib, undan keyin ilki boshlanadi. Har bir imtihon jarayonida aynan o'sha bo'limga e'tibor qaratish eng yaxshi variant. Ya'ni titki payti SGIda nima tushar ekan, SGI payti ilki titkida qaysidir javobni belgilay olmay qoldim, nima bo'lar ekan deb o'ylagandan ko'ra, aynan hozir qaysi imtihonni jarayonda bo'lsangiz, o'sha jarayonga fokus qaratgan yaxshi. Jami ball 300 ball bo'ladi. 300 ball har bir bo'limdan 100 balldan olasiz. Titki 100 ball, SGI 100 ball, ilki 100 ball.
titkida aytganimda 50 ta savol bo'lgandan keyin jami 100 ball olgandan keyin har bir to'g'ri javobga 2 balldan beriladi. Sigida esa 4 ta savol bo'ladi, 100 ball beriladi. Bunda adashmasam 50 balli insho yozish, 30 balli grafikka asoslangan ma'lumotnoma yozish, qolgan 20 balli boshdagi birinchi, ikkinchi savollardagi email yoki сообщение shunga o'xshagan narsalarga javob yozishga beriladi. Ilkiga keladigan bo'lsak, ilkiga ham o'sha sal ko'proq vaqt beriladi, lekin o'sha 100 ball va har bir to'g'ri javob uchun 2 balldan beriladi. Jami 104 ta savol, 4 tasi signiki, 100 ta savol. 100 ta savolning har biri ABCDdan iborat, ya'ni boshqa testlarga o'xshab so'z yozish shart emas, eshitgan so'zni to'g'ri yozish, unaqa narsa yo'q. Shuning uchun ABCD variantlar bo'lgani uchun nisbatan osonroq hisoblanadi topik imtihon. Xo'p, endi darajalarga keladigan bo'lsak, aytgandek, topik 2 4 taga bo'lindi. Topik 2 ni o'zi 3 ga, ya'ni 3-daraja, 4-daraja, 5-daraja, 6-daraja yoki daraja yo'q, agarda sizning ballingiz 0 119 oralig'ida bo'lsa. Tasavvur qiling, 300 balldan siz titkidan masalan 20 ta to'g'ri topsangiz 2 balldan 40 ball beriladi. Ilkidan 15 ta topsangiz 30 ball beriladi. Sigidan masalan ular tekshirganda 40 ball olsangiz jami 110 ball bo'ldi. 110 ball bilan siz hech qanaqa sertifikat ola olmaysiz. Xo'p, endi 3 grup uchun 120 balldan 149 ballgacha eng topik 2 ni past pog'onasi hisoblanadi. 4 grup eng ko'p olinadigan natijalardan hisoblanadi statistika bo'yicha. Ya'ni ish va mavzularda muloqot, ko'p universitet talabalarida aynan mana shu sertifikat bo'ladi. 5 grup endi yuqori daraja. Siz u sertifikatni olsangiz, koreys tilida erkin muloqot qila olasiz. Koreys tiliga, Koreyaga o'qishga borganda ham koreys tili maktablarini chetlab o'tib, ya'ni sakrab o'tib, birdaniga institut, magistratura, bakalavrlarni yo'qlab keta olasiz. 190 dan 229 gacha. 6 grup uchun 6 grup endi eng yuqori daraja 230 dan 300 ballgacha. 230 ball olish uchun nima qilish kerak? Masalan, 45 ta titkini to'g'ri topsangiz 90 ball beriladi. 45 ta ilkini to'g'ri topsangiz yana 90 ball beriladi. Ya'ni bu ikkalasi 180. 180 ball bo'lsa va siz 50 ball sigidan olsangiz jami 230 ball bo'ladi. Masalan, shunda siz topik 6 darajani olasiz. Bular umumiy hisoblanadi. Aynan sigini yozmabdi, qolgandan ham kesamiz demaydi. Masalan, 50 ta ilki, 50 ta sigin titkin hammasini topsangiz jami 200 ball bo'ladi. 200 ball bilan siz 5-darajani olasiz. Sigini umuman yozmasangiz ham. Ya'ni bir-biriga bog'liq emas. Har bir testlar bo'yicha albatta chuqurlashtirilgan ko'nikmalarim bilan bo'lishaman hali. Bu topik bo'yicha umumiy imtihonni o'zi bo'yicha umumiy ma'lumot edi. Xo'p, titki audiosi bir marta yangraydi. Sigi javoblari qo'lda maxsus belgilangan ruchkalarda yozilishi shart. Har bir katakka bitta kilcha, ya'ni bir bo'g'in yozilishi shart. Xo'p, bitta variantda albatta doim bitta javob to'g'ri bo'ladi. Ilki va titkida ABCDdan A va B to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bugungi o'rgangan kalit so'zlarimiz Sangugo Ningrok Shiom, koreys tili qobiliyati imtihoni. Yongyok bo'lim, tinglash, yozish, o'qish. Titki, tinglash, sigi, ilki, o'qish. Ko'shi, sessiya, chunchom, umumiy ball. Gip, daraja, samgip, sagip, o'gip, yukkip va hokazo. Hapkok, pul hapkok, o'tdi, o'tmadi, suvonpyo, imtihon ruxsatnomasi. Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, topik 2 3 ta bo'limdan iborat. Titki, ilki, sigi yozish. Vaqt titkiga 60 daqiqa 50 ta savol, sigiga 50 daqiqa 4 ta savol, ilkiga 50 ta savol 70 daqiqa. Ballar jami 300 ball, har bir bo'lim 100 balldan olinadi.
daraja 120 dan oshdingizmi sertifikat olasiz. 120 dan past olsangiz sertifikat yo'q. 120 dan 150 gacha 3, 190 gacha 4, 230 gacha 5, 230 dan tepasi 300 gacha 6. Topik 2 savol beradigan bo'lsa, qanday darajalarni belgilar ekan? 3 gibdan 6 gibgacha. Birinchi sessiyada nima bo'ladi? Jami nechi ball? 300 ball. Birinchi sessiyada titki va sigi bo'ladi. Xo'p, shu bilan topik bo'yicha aynan imtihoni va imtihonda nimalar kutilishi bo'yichagi darsimiz tugadi. Bu bo'yicha yanada chuqurlashtirilgan ma'lumotlarni quyida havola qoldiraman. O'sha linkdan olishlaringiz mumkin. Keyingi darsda topik imtihoni sizlarga qanday yordam berishi yoki o'qish, grant va hokazolarni yutishga qanday darajada yordam bera olishi va hokazolar haqida gaplashamiz. Sizlarga rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Aniyongi keshib